Ассаламу алейкум, do'stlar. Xullas, у меня есть одна информация, о которой многие знают, но просто bu informatsiyachi rus tilida endi o'zbek tilida tarjimon qilishga harakat qilaman. O'zbekiston 94-yilda o'zimizni o'zbek so'mimizni ishlab chiqardi. O'zbek so'mi 94-yilda. Ana o'sha paytda $1 7 so'm edi. Lekin men esimda bor, o'sha paytlari odamlar kamdan kam dollarga qiziqardi. Lekin dollar meni esimda bor. 94-yil emas edi, balki 95mi, 96mi dollar 20 so'm bo'lardi. Esimda bordi. Shu vaqtda. Mayli, 2016-yilda Mirziyoyev prezident bo'ldimi? 2016-yilda dollar 2826 so'm bo'ldi. Bugungi kunda $1 13 ming so'm. Bu degani 1994-yildan bugungi kungacha dollar 1860 marra ko'tarildi. 1860 marra. Bu degani 186,000% ga ko'tarildi $1. O'zbekiston o'zini qirg'iz so'mini 1993-yilda ishlab chiqardi. Ana o'sha paytda $1 qirg'iz so'm edi. $1. 93-yil. Mana 1993-yildan 2025-yilgacha, hozirgi kungacha Qirg'izistonda 1 so'mi 94 $1 94 so'm. Bu degani atigi 48 marra ko'tarilgan. Shu yil davomida 48 marra ko'tarilgan. Bu degani 4750% ga ko'tarilgan. Mayli. Latviyani olaylik. Latviya Yevropa deysizlar. U ham Latviya ham Sovet davlatiga kirgan-ku o'sha paytda. 1 lat 93-yilda bularning o'sha natsional valyutasi 1 lati u paytda 0,75 sent edi, dollarda hisoblaganda. Значит, ularning qiymati balandroq yurganda, qimmatroq yurgan o'sha paytda. Hozirgi kunda esa Latviyada hech narsa o'zgargani yo'q. Bular yevroga o'tdi. Lekin hozir 0,75 lati 1 yevro turadi. Ularning natsional valyutasi kuchliroq yevroga qaraganda. Yevroga bo'lmasam o'tishganda bu davlat. Bunda o'ylab qarasa, o'sha 91-yildan hisoblasa, agar o'sha davlat resurslari, yer osti boyliklari, masalan, yer usti boyliklari o'sha paytdagi masalanda, o'sha paytda hisoblaganda Qirg'izistondan ham, Latviyadan ham O'zbekiston bir 20 marra boy bo'lgan. Bizda paxta bormi? Bor. Tilla bormi? Bor. Neft bormi? Bor. Gaz bormi? Bor. Sabzavot, meva, o'sha qishloq xo'jalik juda ham kuchli bo'lgan, rivojlangan bo'lganda o'sha payt. Lekin hozirgi kunda $1 13 ming so'm. Masalan, Qirg'izistonda xalqicha hech narsani bozordami, savdo sotuvdami, masalan, yoki Latviyada deysizlarmi, hech qachon bular dollarga chaqib savdo sotuv qilmaydi. Schengenga kirgan, lekin haligacha o'zini valyutasida qolgan davlatlar bor-da, masalan, Polshani olaylik, Chexiyani olaylik, Norvegiyani olaylik masalan. Polshada o'zini natsional milliy valyutasi bor, zloty deydi. Norvegiyada milliy valyutasi bor, kron. Chexiyada ham o'zini kronasi bor. Norvegiya masalan 1 yevrosi 11 kron turadi. Sal inflyatsiya bo'lganda, bo'lmasam 3-4 yil oldin 7-8 kron bo'lardi 1 yevro. Polshada zlotys masalan. Hozirgi kunda $1 5 zlotih, 4,5 zlotih. Chunki Polshaning ekonomikasi har yili plus 6-7% ga kuchayyapti. Nima Polshada gaz bormi? O'zini gazi yo'q. Nefti bormi? O'zini nefti yo'q Polshada. Aholisi ham почти O'zbekiston bilan почти barobar. 40 millionga yaqin aholisi. Sabza, meva, chelik, qishloq xo'jaligi yaxshi rivojlangan Polshada. Masalan, nimaga Polsha O'zbekistonga nisbatan pulini, o'sha zlotini qadri bor, kuchli? Nimaga? Agar shunga javob bo'lsa, kommentlarda yozib qoldirasizlar, do'stlar. Keyin har bitta Yevropadagi davlatni olganimizda, masalan, o'sha Bolgariyani olaylik. Bolgariyada ham O'zbekistondan borib o'zbeklar ishlayapti. O'rta oylik Bolgariyada 500 yevro, 400-500 yevro. Lekin bizning o'zbeklar o'sha yerda 800 yevroga ishlayapti. Yotadigan joyi bilan, uy joyi bilan ta'minlaydi, 3 mahal ovqatini ham o'sha fabrika zavodlarda beradi.
sabzavot xo'jaligi bor, lekin gaz, nefti ularda yo'q. Ular sotib oladi unaqa narsani, unaqa resurslarni. Lekin nimaga O'zbekistonda 1 kilo go'sht 11-12 dollarda, Bolgariyada 1 kilo go'sht 7-6 dollar. Norvegiyada masalan, Norvegiyada oyliklar eng kamida 1800-2000 yevroda, lekin 1 kilo go'sht 10 dollar. Nimaga? Nimaga? Mirziyoyev nima dedi ani kuni? Aslida O'zbekistonda 1 kilo go'sht 250 ming so'm, lekin sizlar shu go'shtni 100-120 ming so'mdan ovozlatib gapirdimi? Bu qanaqa tupoy prezident bo'lish kerak, shunaqa xalq uchun shunaqa gapirish, shunaqa gap topib aytish? Qayerdan bu fikrlar? Men hayronman. Любой davlat o'zini xalqi boy bo'lsin deb, pensiyalari yaxshi bo'lsin deb, xalq muhtoj bo'lmasin deb, hayotini kunini kechirsin deb degan harakat qiladi-yu любой prezident. Masalan, bizani o'zbeklarni Qirg'izistonda ham ishlayapti, Qozog'istonda ham ishlayapti. Biza faqat dunyo bo'ylab biza faqat o'sha dollar ketidan oilamizni boqamiz deb, bolalarimizni o'qitamiz deb sarson bo'lib yurganmiz-da. Yevropada farqi yo'q qaysi davlatda. Norvegiyami, Shvetsiyami, Germaniyami, Polshami. Agar kreditingni bir haftaga to'la olmasang, imkoniyating bo'lmasa yoki ishni yo'qotgan bo'lsang, sen bankka murojaat qilib 3 oydan 6 oygacha kreditni kanikul olishing mumkin. Bu degani 3 oy 6 oygacha hech narsa to'lamaysan degani. Bu senga vaqt, o'shani o'zingni hayotingni sozlashtirishga, boshqa ish topishga, masalan, agar kasal bo'lsang, davolashga, masalan, vaqt olsang bo'ladi. O'sha 3 oydan 6 oygacha. Lekin agar o'shanda ham to'la olmasang, hech kim telefonda senga telefon qilib, seni hech qanday gap bilan yoki bosmaydi ham, ezmaydi ham. Hech kim uyingga kelib televizormi yoki masalan kir mashinami, xolodilnik hech kim olib keta olmaydi. Olib ketishga haqqi yo'q. Qachon agar o'zingni bankrot qilib объявить qilsang, hech kim seni uyingdagi mulkingni olib keta olmaydi. Biza G'azab mushti tashkilot tuzganmiz. O'zim esa 12 yildan oshiq odam haq-huquqini himoyachisi bo'lib ishlayman. 12 yildan. Lekin tashkilotimizda hozirgi kunda 20 yil tajribasi bor. Harakatlarimiz juda ham jiddiy. G'azab mushti tashkiloti hali O'zbekistonning ichida ham ko'rasizlar. Harakatimizni. Faqat chet elda emas, O'zbekistonning ichida ham. Bizani xalqparvar yigitlarimiz, singillarimiz, opalarimiz qo'shilyapti. Bu oddiy gap emas. Ko'pi efirlar qilib, ko'pi masalan YouTube'da efir videolar chiqarib, shou qilib. Biz shou qilmaymiz. Biz harakat tashkiloti biz. G'azab mushti. Biz bu hukumatdan norozi biz. Biz sekin-sekin, asta-asta harakatimizni qilamiz. Bu prezidentni taxtidan yo'qotamiz. Xalqparvar, xalqi sevadigan, davlatni sevadigan, davlatga adolat kirgizadigan prezident saylaymiz xalq bilan, do'stlar. Shuning uchun G'azab mushtiga tashkilotiga a'zo bo'linglar. YouTube kanalda ham, Telegram kanalda ham gruppamiz bor. Kiringlar, suhbatlashamiz, efirlarga ham marhamat. Hammanglar sog' salomat bo'linglar.